Isroil armiyasi Livandagi Hizbullohga qarshi hujumlar natijasidan himoyalandi. Isroil harbiylari Livan janubidagi Tir va Sidon o'rtasidagi qirg'oq yo'lida joylashgan Sarafand shahri aholisini Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbullohga qarshi kutilayotgan hujumlar oldidan juma kuni zudlik bilan evakuatsiya qilishlari haqida ogohlantirdi. Germaniya BMT Xavfsizlik kengashi a'zoligidagi achchiq maglubda Rossiyani ayblaydi. Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Rossiya Xavfsizlik kengashida bunday ovoz bo'lishini istamaydi, dedi Vadeful va Rossiya Germaniyaga qarshi kayfiyat uyg'otgani sir emasligini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi Xitoy, Fransiya, Rossiya, Buyuk Britaniya va AQSh va on vaqtinchalik. Biz har doim ma'lum masalalarda aniq pozitsiyani egallab kelganmiz va bu barcha a'zo davlatlarga ham tegishli emas, dedi Vadeful. Yaqin Sharqdagi mojaroda Germaniya doimo Isroil uchun alohida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerakligi ham qimmatga tushishi mumkin, deydi u Vadeful. Shuningdek, qisman o'z mamlakatining Xavfsizlik kengashidagi 2 yillik muddat uchun poygaga kech qo'shilganini aybladi. Shimoliy Koreya yangi yadroviy quvvati inshootini ochdi va yadro arsenalini eksponensial energiyaga va'da berdi. Davlat matbuoti zavod ilg'or texnologiyalardan foydalanayotganini ta'kidlagan, fotosuratlar esa uranni boyitish zavodi bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Tramp galati matbuot anjumanida Eronni ochishni to'g'risida mo'tadil tarzda otishma deb ta'rifladi. Eron Kuvaytdagi nishonlarga qarshi raketalar otganidan keyin o't ochishni to'xtatish hali ham mavjudmi yoki yo'qmi degan savolga Tramp o't almashish uchun sabab borligini aytdi. Biz ularga juda qattiq zarba berdik, bir oz, shuning uchun ba'zi narsalar uchun sabab bor va odatda ba'zida mantiqiy bo'lgan sabab bor. Ba'zilar, lekin ular unchalik katta bo'lmagan narsa uchun nimadir qilishdi. Biz buni tushunib oldik, biz dunyodagi eng buyuk armiya bilan bo'lgani kabi, biz buni juda tez siqib qo'ydik, lekin ba'zi odamlar ularni biroz gazablantirdik, deyishdi, chunki biz boshqa sabablarga ko'ra kuchli harakat qildik, dedi u. Bu dunyoning boshqa qismi, bilasizmi? Men shuni aytmoqchimanki, o't ochishni to'xtatish bu Qirg'iziston tarixida birinchi marta BMT kengashiga saylandi. Bu 2017-2018 yillarda Qozog'istondan keyin 10 yildan ko'proq vaqt ichida 15 a'zolik BMT Xavfsizlik kengashiga birinchi Markaziy Osiyo davlatining saylanishidir. Prezident Sadir Japarov jahon yetakchilarini Bishkek taklifini qo'llab-quvvatlashga va BMT Xavfsizlik kengashida hech qachon o'rin egallamagan davlatlarga, ayniqsa xavfsizlik, iqlim yoki rivojlanish bo'yicha o'ziga xos muammolari bor dengizga chiqa olmagan yoki tog'li mamlakatlarga ko'proq ovoz berishga chaqirganidan keyin bu Qirg'iziston diplomatiyasining katta g'alabasini ifodalaydi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Jeenbek Kuluboyev shu hafta boshida BMT kengashda Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlari vakilligini uning doimiy a'zolari qatorida kengaytirish orqali